أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Hoş, bugün kelgan dersimiz bolsa الشيخ سعيد أحمد بالنبوري رحمه الله يېڭىدا usul fiqh sohasiga qadam olgan o'quvchilar uchun alohida usul shoshi va usul fiqh ilmiga muqaddima qilib tayyorlagan bu Mabadi'al usul nomli bu kitobning 4-chi bahsi qiyos bahsiga keldik. Ya'ni biz bu usul fiqhini cho'ng jihatdan ikkiga bo'lgan edik. Dalil va hukm deb. Biz bu dalillardan dalilni to'rtga bo'lgan edik. Muttafaq alayhi dalilni to'rtga. Birinchisi kitob, ikkinchisi sunna, uchinchisi ijmo, to'rtinchisi qiyos deb. Biz kitob, sunna, ijmo dalillarini oldingi darslarimizda tafsili bir-birlab bayon qilib o'tdik. Endi bugun kelgan darsimiz bo'lsa, bugun eng oxirgi dalil qiyos. Eng oxirgi dalil qiyos. Biz oldi bilan bu darsning mavzusiga kirishdan burun bir qiyos bilan bir qisqacha tanishib o'taylik. Endi bu qiyos shu kitob, sunna, ijmo bilan o'xshash darajada kuchli dalil bo'lamdi yoki undoq bo'lmamdi desa, qiyos degan asli mushu 3dan chiqqan narsa. Qiyos asli mushu 3ga tava. Qiyos mushu kitob, sunnat, ijmoning far'i, ammo o'zining hukmining asli. Qiyos kitob, sunnat, ijmoning far'i va qiyosning hukmining asli. Ya'ni qiyos kitob, sunnat, ijmoga nisbatan far'i hisoblanadi. Ammo qiyosdan chiqqan hukmi nisbatan asl hisoblanadi. Miyada asl qatoriga tizilishi ya'ni qiyosning hukmiga nisbatan. Endi qiyos degan bu o'z oldiga bir hukmni isbotlaydigan narsa emas. O'z oldiga hukm chiqaradigan narsa emas. Nimaga o'xshash? Kitob, sunna, ijmoga o'xshash o'z oldiga hukm chiqara oladigan kuchi yo'q qiyosning. Ammo bu muzhirul lil hukm, ya'ni hukmni oshkorlab beradi. Ya'ni aslida bor bo'lgan bir hukmni bizga oydinlashtirib beradi. Xuddi bir zaminda bir odam ko'mib qo'yilgan bir boyliq topibdi. Kanzdan birini. Kanzan madfun bir odam ko'mib qo'yilgan bir boyliq topib olgan bo'lsa, bu odam u boyliqni o'ziga ko'mib qo'ygan bo'lmaydi. Ya'ni balki shu ko'mib qo'yilgan boyliqni topib olgan bo'ldi. Masalan, Rasulullohning buvusi Abdul Muttalib Zamzam qudug'ini tepib oldi. Bu Zamzam qudug'ini tepib olganligi Abdul Muttalibning Zamzam qudug'ini ko'lab chiqqanligi bo'lmaydi. Ya'ni bu asli Alloh taolo Hajar onamizga ato qilgan, Ismoil alayhisolamga Hajar onamizga ato qilgan buloq suvi edi, Zamzam suvi. Lekin bu Jurhum qabilasi Makkadan ketgan chaqda Zamzam qudug'ini ko'mib o'tgan edi, tindirib o'tgan. Undan keyin bir mezgil Makka ahlida Zamzam suvi uzilib qoldi. Abdul Muttalibning zamonida Abdul Muttalib ko'rgan tushiga asosan shu Zamzam qudug'ining o'rnini ko'lab topdi. Mana bu shumi xuddi qiyosni topgandan keyin. Qiyos. Abdul Muttalibning ko'rgan tushi illatning o'rnida bo'lsa, Zamzamni tepishi qiyosning hukmi bo'ladi, qiyos bo'ladi. Mana endi xo'sh, biz hozir undagimiz qiyos degan Abdul Muttalibning jahiliyat davriga chiqqan u qiyos qildi. Yo'q, buni men misol tariqasida so'zlab qo'ydim. Misol tariqasida. Endi nima uchun biz qiyosga ehtiyoj bo'lamiz? Alloh taolo Qur'oni Karimda al-yawma akmaltu dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakumul islam dinan degan tursa. Alloh taolo bugun sizlarga biz dininglarni komil qildim. Sizlarga din uchun islom dini uchun sizlarga rozi bo'ldim. Deb Alloh taolo deb bo'lgan tursa, bu qiyos qilib buni hukm to'liqlaymiz deb o'tganning nima foydasi desa, bu
Allah Teala dininglarni kamil qildim, mukammal qildim degani, ya'ni asas din. Usulü din. Biz dinning usulini, asosiyatlarini kamil mukammal qilib bo'ldik. Endi mushu asosiyatlarga, mushu usulga tayinib, sizlar beshinglar kelgan hamma ishni mushunga tayinib turib, nas bo'lsa, nasga tayinib, nas bo'lmasa shunga qiyos qilib turib, qilsanglar bo'laveradi, din mukammallashib bo'ldi, yapamdi. Yeni mükemmellashishga ehtiyoji yo'q. Qolgan hammasi o'zinglarning tirishchiligiga bog'liq degan bo'ldi aytaman siz. Endi Qur'oni Karimdagi naslar, hadis sharifdagi naslar hammasi nima? Naslar cheklik. Ahkamul Qur'on Tafsirat Ahmadiyya degan kitobda Mulla Jun rahimahulloh Ibn al-Arabiy o'z Ahkamul Qur'on degan kitoblarida 500 taxminan 500 oyatning hukmini bayon qilgan. Ya'ni Qur'oni Karimning hukm oyatini taxminan 500 oyat degan. Ya'ni Qur'oni Karimdagi barcha hukm oyat ya'ni 500 oyat. Hadis ilmidagi fiqhga oid, hadisning fiqhiga oid hadislar taxminan 6000 hadis. 6000 degan bir oz kam ya bir oz ziyoda. Ya'ni taxminan 6000 hadis bor. Demak, bizniki butun insoniyatga hozirgi musulmonlarga hüküm hakkında tushgan oyat 500, hüküm hakkında Peygamber aytib bergan hadis 6000. Demak, havodisatlar degan million havodisatlar bor, million. Bu demak hadis cheklik, oyat cheklik. Buni qanday qiladi? Shuning bilan bu shaxtda sahobalar va tabiinlar qattiq o'ylanib, bular qiyos degan bir masalani o'tirib qo'ygan. Imom Azam shu qiyos degan masala bilan bu meseleni 500 ayet ve 6000 hadisin meselesini 1.250.000 taxminen fiqh meselesini o'tirib qo'ygan. Mana bu shu qiyos degan 10 xil muttafaq alayhi, muxtalafun fi bo'lgan dalillar bilan bizdan keltirib turib. Endi xo'sh buni tushungan bo'ldik. Ya'ni bizniki qiyosga ehtiyojimiz zo'r. Lekin bu qiyos qilganlik yangidan bir hukmni isbotlaganlik emas, balki shu narsani bir ishni ma'lum bir ishdiki hükümni aşkarlab berganlik. Bu çünkü bizning dinimiz hamma narsa bizning shu onamizning qo'shqini tug'ilgandan tortib toki shu debni qilib ko'milab ketib bo'lgan bo'lgan hamma ishimizga aralashadi din. Hamma ishimizga kiradi. Hamma ishga din hukm chiqaradi. Hukm chiqaradi. Anda bo'lgan ekan, bu shunday masalalarning hammasi din aralashadi. Buning hukmi Allah Qur'onda yo'qkan desa, ya'ni qiyos orqali olimlar Alloh taolo chiqarib bergan ulamo rasiklar bizga ana hukmlarni ayon qilib bergan. Ya'ni asli buni hukmi shariatning hukmi mundoq deb. Biz mush qiyos bilimini shuni o'rganamiz. Intayin usul fiqhidagi eng muhim bob mushu. Qiyos bobi. Xo'sh. Endi qiyos degan nima degan gap desa, qiyos degan xulosalab aytganda ilhaqu ma la nassa fihi bima fihi nas idha ishtaraka ma'ahu fil illah. Mana mushu qiyos degan mushu. Ya'ni ilhaqu ma la nassa fihi bima fihi nas idha ishtaraka ma'ahu fil illah. Qiyos deganimiz Qur'oni Karimda yoki hadis sharifda nas kelmagan bir ishqa Qur'oni Karimda yoki hadis sharifda nas kelgan bir ishni hukm jihatdan qo'shib o'tish. Hukm jihatdan qo'shib o'tish shart nima? Ya'ni illati mushtarak bo'lsa. Ya'ni shu yangi paydo bo'lgan ish bilan shu nas kelgan Qur'oni Karim hadis nas kelgan ishning illati bir bo'lsa, illati deb aning illati ma'noda tepilsa, mana shuni hukmini buni qo'shib o'tish degan bo'ldi qiyos degan nimasi. Endi davos bizdagi eng muhim narsa qiyosdagi eng muhim narsa illatni bilish. Qiyosdagi eng muhim narsa illatni bilishgan. Endi bu illat degan shu qiyosning rukni, asosiy rukni. Bu illat degan nima? Desa illat degan ya'ni shu shariatning hukmi bog'lanadigan bir sifat. Illat degan shariatning hukmi bog'lanadigan bir sifat. Shariatda bir hukm kelgan bo'lsa, mushu hukmda nima uchun mushu hukm kelgan? Nima uchun mushu hukm kelgan? Degan shu hukm bilan bog'lanadigan bir sifat. Qachon mushu illat bor bo'lsa, bu hukm bor bo'ladi, bu illat yo'q bo'lsa, hukm yo'q bo'ladi. Endi yeni bir savol. Shariatning ahkomlarining hammasi illatlikmi desa, yo'q. Shariatning hukmlari ba'zilari illatlik, ba'zilari tavqifiy. Masalan, shariatning illatlik hukmlaridan masalan haroq, xamir.
Xamirni Allah Taala harom qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisda kullu muskirin harom. Her bir mast qiladigan narsa haromdir dedi. Demek aroqning harom bo'lishdagi illati mast qilish, iskar. As-sakar aroqniki harom bo'lishidagi illat. Chunki bu mast bo'lish insonni aqlini yo'gab, undan keyin insonni hamma xafalikning, hamma askilikning, yomonlikning bosh kallasi shu aqlniki yepilib qilishi. Va bo'lganligi uchun mast qilish aroqning harom bo'lishidagi asosli sabab, illat mana shu. Illat. Endi mushu illat aroqdan boshqa har qanday narsa mushu illat tepilsa, haromlik degan hukm birga tepiladi. İllet tepilsa hüküm birlikte tepiladi. Eğer mushu mast qilish degan illat tepilmasa, undan boshqa ichimliklarda hüküm tepilmaydi. Hüküm bo'lmaydi. Mesela harom bo'lmaydi. Xo'sh, endi anda bo'lsa hamma shariatning hamma hukmlari illatmi desa, yo'q. Masalan, pishim namozi 4 rakat. Masalan, pishimning farzi fardu zuhri 4 rakat. Ya'ni pishimningki rakatlar 4 rakat. Savol, nima uchun 4 rakat? Limaza desa, adat tavqifi. Nima uchunligini bilmaymiz. Bu g'ayri ma'qul, aqlimiz bilan buni bilmaymiz. Anda bo'lgandan keyin, ya'ni ba'zi hukmlarda illat yo'q. Tamam, shariatniki 500 dan hukm bor dedikmi masalan, ba'zi hukmlarda illat yo'q. İllat bo'lmagan hukmlardan, masalan, illat yo'q hukmlardan hukmlarga boshqa shuna o'xshaydigan hukmlarni qiyos qila olmaydi. Cho'qim endi biz anda bo'lganda illatni nimaligini tushundik. İllatni tushungandan keyin biz shu qiyosning durust bo'lishi uchun 5 xil shartimiz bor. Qiyosning durust bo'lishi uchun 5 xil shartimiz bor. Bu 5 xil shart tepilgan joyda qiyos qilib bo'ladi. 5 xil shart tepilmasa qiyos qila olmaydi. Bu 5 xil shartning birinchisi bo'lsa, bu bizniki qiyosimiz cho'qim bir nasga qarama-qarshi bo'lib qolmasligi kerak. Bizning qilmoqchi bo'lgan qiyos nasning hukmiga qarama-qarshi bo'lib qolmasligi kerak. İkincisi bo'lsa, bu bizning qilgan qiyosimiz bilan nasning hukmlaridan biror hukm o'zgarib ketmasligi kerak. Üçüncüsü bo'lsa, üçüncü shart bo'lsa, nasning hukmi yo'bayman degandek, ya'ni ma'nisi tushunga bo'lmaydigan illati yo'q. Peshimning farzi 4 rakat degandek tavqifi, ya'ni bunda aql orqali belgilanmaydigan narsa bo'lib qolmasligi kerak. Umumu aql orqali belgilanadigan narsa bo'lishi kerak. To'rtinchisi, qiyos shariat hukmini isbotlash uchun bo'lishi kerak. Ya'ni lug'at ma'nosida emas. Lug'atdagi bir ma'noni. Ya'ni qiyos lug'at ma'nosini ilmay, balki shariat hukmini ilingan bo'lishi kerak. Beshinchisi, biz qiyos qilmoqchi bo'lgan masala shariatda uning bir alohida nas kelgan masala bo'lmasi kerak. Biz qiyos qilish uchun nas yo'q masala bo'lishi kerak. Nas bo'lsa uning qiyosga ehtiyoj qolmaydi-da. Bu 5 shart tepilgandan keyin, hozir bo'lgandan keyin qiyos qilishga bo'ladi. Endi biz de dersimizni boshlab ketaylik. El-bahthur rabi'u fil qiyas. 4-cü bahs qiyas haqida deydi. El-qiyasu fil lugati at-taqdir. Qiyas degan lug'atda taqdir, ya'ni bir narsani mo'ljallash, o'lchash degan bo'ladi. O'lchash. Taqdir degan gap bir narsaning miqdorini o'lchash. Yuqalu masalan qisin na'la bin na'li. Oyoqni oyoqqa qiyos qiling, o'lchang deydi masalan. Ya'ni burungi zamonda bir odam muzdoz oyoq tikadigan, na'lni tikadigan odamning yoniga borsa, o'lchimini qanday bildi ekan, ya'ni oyog'ini bilib, mana bu oyoqni mushu oyoqqa o'lchab tikib beraman. Ma oyoqni mushu oyoqqa cho'ng kichik mushu oyoqdagi bo'lsin deb oyog'ini bildi ekan. Ya'ni mushuni o'lchab tikib berish uchun qisin na'la bin na'l deydi. Hozirgi deganda oyoqlarni umur qo'yilib, men 36 kiyman, 28 kiyman, 40 kiyman deydigan gap yo'q. Ya'ni bizning oyog'ini olib shuni o'lchab tikadigan gap. Ya'ni qaddirhu bihi. Ya'ni u oyoqni bu oyoqqa o'lchang degan bo'ldi. Ya'ni teg'imi tarjima qilsa vaj'alhu nazirul akhari. Vaj'alhu naziral akhari. Ya'ni bu oyoqni yana birini o'xshash qiling degan bo'ldi. Vastilahan, endi bu qiyosning istilohiy ma'nosi
huve takdirul fer'i bil asli fil hukmi vel illa. Yani kıyas degendeki istilahi manisi farq ne? Yani tarmak ne? Asli degan gap asliga takdir, ölçeş. Tarmak ne? Asliga hüküm cihettin ve illet cihettin ölçeş. Seliştiriş degan gap. Yani asli degan bir tarmak mesele var bizde yenidan paydo bo'lgan bir tarmak mesele var. Aslida buning bir nas kelmagan. Shu tarmak meseleni aslida bir nas kelgan Qur'on, hadisdan nas kelgan aslidagi nas kelgan masalaga nima taqdir o'lchash, shuni qiyos qilib selishtirish. Nima jihatdan? Yani hukm jihatdan, hukmini o'lchash, o'xshash qilish degan gapini. Hukmini o'xshash qilish, illatini selishtirib o'xshash qilish. Yani illati bir xil, illati bir xil bo'lsa, hukmi bir xil bo'lish degan gap. Tabii ki bunun illetini biz zorla bir xil qilmaymiz. İlleti shunun tepilsa, hukm tepiladi. Hamda xo'sh, qiyosni tushungan bo'ldik. Hukmuhu, qiyosning hukmi nima? Qiyosning hukmi nima? Unda bunday yuqoridagi qiyos bo'lsa, qiyosning kelib chiqadigan asar nima desa, huwa hujjatun naqlan va aqlan. Qiyos naql jihatdan va aql jihatdan hujjatdir, davlidir, keskin dalildir. Keskin dalil deganim yani buniki hujjat ekanligida shak shubha yo'q demakchi. Lekin ba'zi zanniy bo'ladi. Agar Qur'oni Karimdan chiqqan illat uchuq illat o'z qat'iy bo'ladi. Masalan, shuniki chiqadigan o'rni qaraydi-da bu. Naqlan va aqlan degan sharhiga qarasak aslida yani amma naql, bu naql jihatdan bo'lgan buni hujjatligining dalili bo'lsa, faqavlu taala Alloh taoloninki fa'tabiru ya ulil absar degan qavli. Yani ey marifat egalari ibrat elinglar. Mishatki vel i'tibar, mishatki fa'tabirudiki i'tibar raddu şey'i ila nazirihi. Bir narsani uning o'qishiga qaytarish degan bo'ladi. Ibrat elish degan gap bir ishni ko'rib, ha, bu ish bunda bo'lib qaraganda, bu ish bunda bo'lganini qaraganda, bizniki bu ishimiz shunda bo'ldi ekan. Shuning uchun biz buni ibrat olaylik. Agar u xato ish bo'lsa, bu xato ishni qilmaylik. Agar oldingi ish yaxshi ish, to'g'ri ish bo'lsa, biz shu ishni qilaylik deb shuningga qaytarish. Fakannahu qala xuddi Alloh taolo qisu shay ala nazirihi. Her şeyini onun o'qishiga qiyos qilinglar degandek bo'ldi. Ve hadisi Muaz bin Cebel radıyallahu anh hadisi. Yani Muaz bin Cebel radıyallahu anh'u fuqaha sahabe, sahabelerinin fakihlerinden ma'rufun fi hüccetil kıyas. Muaz radıyallahu anh ismi kıyasına hüccet kelikide ma'ruf. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın Yemen'e vali kılıb evetki vaxtıda Resulullah Muaz radıyallahu anh'ın sorgan. Ey Muaz, sen Yemen'e bağında nimeyle hüküm kılırsan degende Allah'ın kitabı bilen hüküm kılman ve Allah'ın kitabını tapamaya kalsam Allah'ın Resulü'nün sünnetiyle hüküm kılman dep şunda degen. Peygamber eğer meni sünnetini tapamısan çoğu degende Muaz bin Cebel radıyallahu anh eğer özlerinin sünnetini mi tapamısan ben Allah'ın kitabı ve sünnetiga selishtirib men ijtihod qilaman. Men ijtihod qilishda erinmayman, chekinmayman, urunlik qilmayman. Qattiq jiddiy jihat qilib, shuni hukmini Qur'on va islomga muvofiqlashtirish uchun tirishiman. Deb shunda degan joyda payg'ambar alayhisalom alhamdulillah mening elchimga hidoyat bergan, mening elchiman evatgan, o'zining rasulining rasuli degan, ya'ni rasulning rasuliga hidoyat bergan, to'g'ri yo'l ko'rsatgan Alloh taolo hamdar bo'lsin deb payg'ambar alayhisalom shunda degan. Mana Muaz radhiyallohu anhu ijtihod qiyoslik yo'lini payg'ambar alayhisalomning zamonida degan edi, Rasululloh shuni iqror qilgan edi. Va amma aqliy dalil bo'lsa, ya'ni buni dalillar intayin ko'p az mau dars, nima dars, yangi o'qish boshqa bo'lgan dars oldik uchun buning hamma dalillarni so'zlamaymiz. Buni keyingi kitoblarda keng dalillarni so'zlaymiz. Va amma aql bo'lsa fa innal hawadisa ghayr mutana aqliy dalil, ya'ni havodisatlar yangidan paydo bo'lgan ishlar deganning g'ayr mutana cheki yo'q. Ve leyset ahkamuha bi esriha mansusa. Yani bu yangidan paydo bo'lgan ishlarning hammaning hukmlari tam hammasiga nas keltirilgan emas. Alayda Qur'on hadisdan bir nas kelmaglik. Andaqanki fala budda minal i'tibar vel qiyas. Andaqanki i'tibar qiyas lazım. Yani şu narsaning illatini selishtirib turib, nas kelmagan ishlarga shunda nas kelgan ishlarning hukmlarini so'rab ekilish
Lazım. Buna ihtiyaç var. Diye dep çöndürüyor. Yani naklen aklen deliller. Hoş ve ennehu yeni bir mesele ve ennehu muzhirun lil hukmi la musbit. Hem de kıyas degan hükümni aşkara kılgıçıdır, ispatlığıcı emasdir. İşte hem de Kur'an, sünnet, icma hemmesi hükümni ispatlaydı. Hüküm ispatlayalaydı. Ama kıyas hükümni ispatlayamaydı. Belki bu hükümni aşkara kılıp barıdı. Ama bazı da hükümni aşkara kılıp geldi ama bununki acizliğindeki delil emez. Belki aşu üçki tevellikiniki yani bu kıyas aşu kitap, sünnet nimige icmağı teve ekenlikini gösterdi. Şunun arasındaki bir yepik bulap boğan hükümni bizge aşkarlap egen. Bu bir katı nimet. Şurutu sihatil kıyas. Hem de muşunda kıyasındaki durustluğunun şartları. Kıyas kılıç için şartlar var değil. Ve li sihatil kıyasi hamsetu şurut. Kıyasının doğru buluşu için 5 şart vardır. Birinci, la yekunul kıyasu fi mukabeletin nassi. Bu kıyas nas'nın karmu karşısında bulap kalması gerek. Bizim kılmakçı olan kıyasımız Allah'ı kelgen bir nas'nın mukabelesinde yani karmu karşısında. Mesela ke kavlihi kadful muhsanati fi salati la yentekidu bihil vudu'u. فكيف ينقض فكيف ينتقد بالقهقهة وهي دونه في الإثم. De bunda kıyas kısıyorum. Mesela namazda oturup muhsin ayollarga yani günahsız ippetlik ayollarga böhtan çaplaş böhtan çaplaş bilen taharet sinip ketmeydi o. Taharet sinip ketmeydi. Belki namaz bozuldu. Bir adam namazda turup gap kılgan bolsa mesela namaz turup gap kılıp mesela gapning içindeki en ıgır cinayet hem de böhtan çaplaş hem de. Aşı böhtan çaplaş bir ayolga böhtan çaplagan bolsa ya gıybet kılgan bolsa bu namazda turup bununki biz namazı bozuldu deymiz. Taharet sinip ketdi demeymiz. Fikir hükümü şunda. Şunda tursa. Fekeyfe yantakidu bil kahkaha. Kanda olap valaklap gülüş bilen taharet sinip ketedi o. Valaklap gülüş degen vehiye halbuki valaklap gülüş dunehu fil isim. Yani ippetlik ayollarga böhtan çaplaştın günah cihati tüvenrek tursa valaklap gülüş. Degen bir mubah iş tursa valaklap gülüş. Yani namazda gülgelik için bir günah, segir günah buldu desek. Ama günah mesela böhtan çaplaş degen bu günahı kebirinin katarını tursa. Namaz tutup bir adam en çok günah kıldı yani böhtan çaplasın bir tersin mağan yerde külgeni tersin amdı o. Dep kıyas kılış. Muşu kıyasının uzma kıyas ha. Muşu kıyasının üzeri muşu kıyas muşkının kıyasının üzeri udul bir hadisinin karşısında kalan. Şeriatta nes kelgen bir hadisinin karmu karşısında kalan. Bu hadis bozkası kulna hada kıyasun fi mukabeletin nas. Bu kıyas nesnin karmu karşısındaki kıyastır. O nes bozkası ve o hadisul arabi ellezî fi aynihi su. Yani küzüde bir kapılık var. Küzü aciz boğan bir Arabi'nin hadisinden ibaret boğan neske karmu karşı aldı. Şu nesmin karşılık yapılan kıyas bu. Yani bu hadis bozkası ise İmam-ı Tabarani Ebi Musa Eş'ari radıyallahu anh'ın rivayet hadiste. Şu Ebi Musa Eş'ari mu fıkih, sahabenin fıkihlerinden. Şunun için bununki hadisi kıyasla aldığı koyuludu. Kale Ebi Musa Eş'ari radıyallahu anh dedi ki beynema Resulullah bir çağda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişilerge namaz okuyup attı. İz dekale raculun tuyuksuz bir adam kirip geldi. Bir adam kirip gelip feteradda fi hufratin kanet fil mescid. Mescidde boğan bir katekke sıçrılıp düşüp gitti. Ve kâne fi basarihi zarar. Onun közüde bir zarar var idi. Qarama şeriatның neme degen ahlaklık keldigiga. Onun közü qarg'u idi, ya namaşam qarg'usi idi deb kâne a'ma demey. Neme deyapti o? Ve kâne fi basarihi zarar. Yani közü aciz edem idi deb. Yani şunda ahlak bilen sözleşip güniş gerek. Biz mu şu hadislardan başkalar udul laqablarini xapı buladigan şu ayıplarını çilep tatip demestin. Belki onu silahlaştırıp xapı bulmaydigan chiroyli şekilde deyiş gerek. Kitaplardan bir kitapta bir kitapni yazg'uvchini bir ko'zi ko'maydigan bir ko'zi. Shuni yozgan odam nima deb yozgan? Bu odam kana yatamatta'u bi aynin wahida deb yozgan gap. Asli a'var, yakchashma degan gap.
A'var degan gap a'var. A'var demay, bir ko'zi qarg'u demay, nima degan? Yakchashma demay, bir ko'zi bilan manfaatlanadi. Bir ko'z bilan ko'ralaydi deb buni silg'ashib o'tkazgan. Bu hadisdan o'rnak olgan gap. Shuning uchun biz bu gap so'zimizda chiroyli gapni ifodalashni o'rganishimiz kerak. Fadahika kasirun minal qavm. Shuning bilan qavmning ichidan nurg'uni kuldi. Va hum fis salah. Halbuki ular namozda turib, ular namozda turib kuldi. Fa shuning bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam fa amara Rasululloh sollallohu alayhi vasallam man dahika ay yu'ida al-wudu va yu'ida as-salah. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kulganlarni tahoratni qaytalashqa va namozni qaytalashqa buyurdi. Tahoratni qaytalashqa va namozni qayta o'qishqa buyurdi. Xo'sh, endi mushu hadis mana. Mushu hadisning o'zi qiyosning dal qarshi gap qolgan. Endi bu nima demoqchi bu yerda desa, endi bizning qiyosimiz sog'lom o'rganish uchun mushu qiyosga qarshi bir hadis bo'lib qolmasi kerak. Shu masalaning o'zida. Ya'ni qiyos to'g'ri, ya'ni namozda turib bo'hton chapasa, g'iybat qilsa tarasini g'ayadi, kulganga tarasini hamda kulgan degan bir g'iybat qilgan, bo'hton chapganda eri jinoyat bo'lmasa degan qiyos to'g'ri, sahih to'g'ri. Ammo mushu hadisning o'zida mush ishqa, ya'ni namozda turib valoqlab kulish haqida nima ayrim, nima kelgan? Hadis kelgan, nas kelgan. Ammo nima haqida-chu? Ya'ni namozda turib bo'hton chapasa tarasini vala deb uning nas kelmagan. Nas kelmaganlik uchun qiyos bo'yicha amal qilinaveradi. Ammo tahorat namozda turib valoqlab kulish deganga ayrim nas kelganligi uchun buningga bu nas kelganligi uchun nasning qarshisida qiyos kuchli emas. Qiyos men tashlab qo'yamiz. Nas qarshi kelgan vaqtida bu nas faqih raviyning rivoyatdan bo'lgan bo'lsa, qiyos bu tarafda qoladi. Bunda bilish kerak. Xo'sh, endi ikkinchi shart nima desa, la yataghayyaru bihi hukmun min ahkamin nas. La yataghayyaru bihi hukmun min ahkamin nas. Ya'ni mush qiyos bilan nasning hukmlaridan biror hukm o'zgarib ketmasligi kerak. Birinchi qiyos nasga qarshi kelib qolmasligi kerak. Ikkinchi qiyos bilan nasning hukmlaridan biror hukm o'zgarib ketmasligi kerak. Masalan, kaqavlihi an-niyatu shartun fil wudu. Masalan, niyat qilish tahoratda shartdir dedi masalan. Imom Malik va Imom Shafiy masalan. Tahoratda niyat qilish shartdir dedi. Buni nimaga qiyos qilyapti? Kama fit tayammumi. Xuddi tayammumda niyat shart bo'lgandek. Ya'ni tayammum oyatida فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا degan tayammumda nima? Niyat qilish farz. Shart degan ya'ni teshdiki farz degan gap. Ya'ni bir ibodatniki ya bir ishning sirtidagi, mohiyatining sirtidagi farzni shart deyiladi. Mohiyatining ichidagi farzni rukun deyiladi. Endi nima uchun bu tayammumda niyat shart desa? Chunki tayammum oyatining o'zi tayammumning ma'nosi nima? Fatayammamu degan gap maqsad qilinglar degan bo'ldi. Ya'ni taqsidu qasd. Maqsad qilingan niyat degan maqsad. Qasd ya'ni pak tufroqqa tahorat elish niyati bilan maqsad qilib yuzlaninglar degan bo'ldi. Shuning bilan oyatning o'zidan niyat chiqib turdi. Endi Imom Shafiy qilib masalan mana mushu tayammum oyatida niyat qilish nima edi? Farz edi, shart edi. Tayammum degan bu tahorat edi. Endi bu tahorat olgandagi mushu tayammumdagi tahoratni biz nimaga normal asli tahoratga qiyos qilamiz. Ya'ni tahoratda bu niyat qilish shart degan hukmni qiyos qilib akalsa, buningga deymizki, ya'ni qiyosning to'g'ri bo'lishi uchun nasning hukmlaridan biror hukm o'zgarib ketmasligi kerak. Endi nasga qaraydigan bo'lsak, tahoratdagi nasga qaraydigan bo'lsak, Alloh taolo nima deydi? Ya ayyuhallazina amanu faghsilu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum va aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum va arjulakum ila al-ka'bayn dedi. Yani ey mu'minlar, sizlar namozga tursanglar, tahoratinglar bo'lmasa, nima qilinglar? Yuzinglarni yuvinglar, yuzlaringlarni yuvinglar, qo'llaringlarni jeynikinglar bilan qo'shib yuvinglar, boshlaringlarni masih qilinglar, putlaringlarni mushuqlaringlar bilan qo'shib yuvinglar dedi. Oyat mutlaq. Ya'ni farzlik hukm chiqish jihatdan oyat mutlaq. Ya'ni tahorat farz 4. Birinchi qo'lni birinchi yuzni yuvish, ikkinchi qo'lni jaynak bilan qo'shib yuvish, uchinchi boshqa masih qilish, to'rtinchi putni mushuq bilan qo'shib yuvish.
Taharetdeki 4 tane perhiz. Mutlak 4 perhiz var taharetde. Hem de bu ayet mutlak. Leyse mukayyeden. Ayet mukayyet emas. Hem de biz bu 4 perhizge taharet edişin namaz için şart bo'lgan bu taharetning şart namazın şartı bo'lgan taharetdeki 4 perhizge şart deganni 5-chi perhiz qilib qo'shsak oyatning mutlaq degan hukmini oyatning mutlaq degan hukmini muqayyatga aylantirayotgan bo'lamiz. Qiyos bilan oyatning mutlaq hukmini qiyos bilan mutlaqni muqayyatga o'zgartirayotgan bo'lamiz. Hada la yajuz. Ya'ni qiyos oyatning mutlaqligini nimaga muqayyatga o'zgartirmaydi. Bu bir masala. Şunadaki kulna biz deymiz ki hada yucibu taghyir hukmi ayetin vudu'i min el-itlaqi ila takyid. Yani bu taharet ayetideki hükümni mutlaklıktan mukayyetlikka özgertişini vacip kılıdı. Hada la yecuz. Üçüncüsü la yakunu hukmul asli mimma la yuqalu ma'nahu. Üçüncüsü aslideki hüküm mimma la yuqalu ma'nahu onun ma'nisini akıl arqılık bilgili bo'lmaydigan yani la yudraku bil aql yani akıl arqılık bilgili bo'lmaydigan narsadan bo'lib qolması kerak. Anda bo'lgandan fa degan gap, anda bo'lgandan keyin faliza degan gap fa degan. Anda bo'lgandan keyin la yuqasu ala jawazi at-tawaddu'i bi nabid at-tamri ghayruhu min al-anbidah. Yani xurma şerbeti bilan taharet edishning joizligiga xurma şerbetidan boshqa sherbetlar bilan taharet edishning joizligini qiyos qilinmaydi. Hadis sharifda Payg'ambar alayhisalom xurma sherbetida taharet olgan degan hadis kelgan. Shu sababdan xurma sherbetida taharet edish joiz. Ammo undan boshqa meva sharbatlari, o'rik, chaptol, olma, üzüm degandek sharbatlarda, shirinlarda taharet edish nima la yajuz. Biz qilib nimishqa biz xurma sherbetida taharet edish joiz bo'lgan yerda Payg'ambar taharet qilgan. Nimishqa qiyos qilmaymiz buni uningga desa deydi-ku li'annal hukma fil asli lam yu'qal ma'nahu fastahala ta'diyatuhu ila al-far'. Chunki aslidagi hukmning ma'nisini aql orqali bilgili bo'lmaydi, ya'ni illatini bilgili bo'lmaydi demakchi. Fastahala ta'diyatu anda bo'lgandan keyin bu aslidagi ishning hukmini far'ga tarmoqqa o'tkazish mumkin emas. Xuddi peshimning farzi 4 rakat nima uchun desak bilmaymiz tavqifi. Allah Teala buyurganlik uchun 4 rakat deymiz. İlletini bilmaymiz. Xuddi shuningdek Payg'ambar alayhisalom xurma sharbatidan taharet olgan, nima uchun olgan desa buni biz bilmaymiz nima uchun ekan. Olgan shu biz bu hukmni shu yerda qo'yamiz, boshqalarga o'tkazmaymiz deydi. Xo'sh, endi to'rtinchisi yakunul qiyas. To'rtinchi shart bo'lsa, qiyosning to'g'ri bo'lishi uchun to'rtinchi shart yakunul qiyasu li isbati hukmin shar'iy. Qiyos shar'iy bir hukmni isbot qilish uchun bo'lishi kerak. La li ma'nal lughavi. Ya'ni lug'atga oid bo'lgan bir ma'noni isbot qilish uchun bo'lmasi kerak. Lug'atga oid bo'lgan bir ma'noni isbot qilish uchun bo'lmasi kerak. Masalan, ka qawlihi masalan al-matbukhul munassafu khamrun. Biladam degan bo'lsa, al-matbukhul munassaf khamrun. Ya'ni al-matbukh munassaf degan gap, ya'ni üzüm qaynatib üzüm siqilib shirinisi. Bu üzümning shirinisi qaynatilib hattoki shirining yarmi qovich qaynatilgan bo'lsa, bu khamrun, bu khamr deb ataladi. Nimishqa li'annahu yukhamirul aqla. Chunki u aqlni yapidi deb. Xo'sh, endi bu yerda nima demoqchi? Ya'ni asli haroqniki xamirning illati nima bizda? Xamirning illati sakar, ya'ni iskor, mast qilish. Endi buni biz nereden olgansa hadisdan olgan. Payg'ambarning kullu muskirin haramun degan hadisining qavlidan har qanday mast qilgan narsa haromdir degan qavldan olgan. Demak, haroqning harom bo'lishidagi illat sakar, iskor. Endi bu yerda buni haroqning bir narsaniki harom bo'lishidagi bir narsaning haroq bo'lishini hukmini, bir narsaning haroq bo'lishi hukmini nimadan olmay, shariatdan olmay, lug'atdan olsa, ya'ni bir üzüm shirinisi qaynatilib yarmi qolsa xamir deb ataladi. Nimish xamir bo'ladi. Nimish xamir bo'ladi desa, mas qiladi, iskor demay,
Aql li'annahu yukhamirul aql. Xamir degan gap asli nimadan chiqqan? Aqlni yopidu, yukhamir xamir degan gap endi yug'atti, yasturul al aql degan gap. Aqlni yopidu degan gap chiqqan deb lug'at jihatdan, shariat jihatdan kelmay dalil illatni. Chunki bu üzüm qaynatilib yarimi qolgan chog'da odamni mast qiladigan musallasga aylanib qoladi. Ya'ni yukhamirul aql, aqlni yepib olib xamir bo'lib qoladi. Nima ish xamir bo'lib qoldi desa, chunki u yukhamirul aql. Ashunda yarimi qaynatib, yarimi qolgan shirni aqlni yepib oladi, yukhamir. Shu sababdan xamirdir deb mana xamirlikning hukmini, xamirlikning hukmini mana lug'atdan elish. Shariatdan olmay. Endi mushuning o'zi nima bo'ladi? Joiz bo'lmaydi. Qulna deymizki, hada qiyasun fi ma'nal lug'ati la fi hukmi shar'i. Bu lug'at ma'nosidagi qiyosdir, shariat hukmidagi qiyos emas. Demak, bizniki qiyos uchun nima bo'lish kerak? Chuqum shariatning hukmiga qiyos qilish kerak. Lug'at ma'nosidan hukmni isbotlab bo'lmaydi. Biz lug'atdan hukm isbotlayolmaymiz. Lug'atdan hukm isbotlayolmaymiz. Nimishqa? Agar biz shu qaynatib yarimi qolgan narsani xamir degan hukmni bersak, nima ish qo'yib xamir desa, li'annahu yukhamirul aql. Bu aqlni yopidu, aql yukhamirul aql degan gapdikin xamir, shuni xamir deymiz deb munda berganaman. Bu chog'da buning hukmlari nima amaliyotdagi rost haroq bilan o'xshashib qoladi. Nimishqa? Rost haroqning hukmi asli haroq degan xamir degan gap arab tilida qanday deyilgan üzümdin. Üzümning suqi, ho'l üzüm siqilib, undan keyin u ko'zlari ilinib, og'zi epilib, o'g'izlarda qo'yib ashada shu echib o'zgarib 15 kun ba'zi bir yil turgandan keyin bu endi mast qilgan haroqqa aylanadi. Üzüm degan narsa. Endi mushu narsaning o'zi shu shariatda haroq deb atalgan narsaning o'zi, buning hukmi nima desa, harom. Ezimi harom, jiqimi harom. Uni kendim bu kiyim-kechak yupqasi bu nijis mug'allaza. Andın. Ya'ni buniki hukmlari boshqa. Endi bir narsa bor, yangidan paydo bo'lgan. Bu üzümdan yasalmoqlik. Lekin aroqdagi hozirgi zamonimizga yangi ichimliklar, har xil ichimliklar. Har xil ismlar qo'yilgan ichimliklar, spiritlik ichimliklar. Endi mushu ichimliklar mast qilsaligida harom bo'ladi. Mushu ichimliklar mast qilsalar nima bo'ladi? Harom bo'lib ketadi. Ammo bu masalan o'zi dal haroq deb ism qo'yilmagan, o'zi haroq bo'lmagan ichimliklar illat bilan harom qilingan narsalar, masalan nijislikda ixtilof bor. Yana qanday masalan kiyim yuqasi nijos mug'allazamu nijos xafi muxaffafmi desa, qavlan. Ya'ni bir muncha ixtilof kelib chiqadi. Ba'zilar yana uniki mas qilgan narsa kullu muskilan agar oz bo'lib qolsa harom emas, ko'p bo'lsa harom bo'ladi, qanday bo'ladi, yana hukmlari ixtilof chiqadi bir muncha yerdan. Lekin haroqning o'zida qat'iy ixtilof yo'q. Xamirning o'zida qat'iy ixtilof yo'q. Uniki ezimi harom, jiqimi harom, nijis, elish harom, setish harom, bunday gap. Endi shu haroqning hukmini olgan, qiyos orqali hukmini olgan narsalar, mas qiladigan narsalar, buniki hukm jihatdan farqlanadi. Buni biz fiqh babida bilib bo'lganda tafsilotli so'zlaymiz. Endi mishadagi demakchi bo'lgani, ya'ni bu yerga maqsad qiyos chuqum nima shar'iy hukmni isbotlash uchun bo'lish kerak. Nima lug'at ma'nosi, so'zning lug'at ma'nosi emas. Ya'ni bu yerga bizning qiyosning oldiga hukmimiz lug'atdan emas, balki shar'iy illatdan ilinish kerak. Lug'aviy illatdan ilish joiz bo'lmaydi degan gap. 5-si la yakunul far'u mansusan alayhi. 5-chi shart far' ya'ni tarmoq hukm, ya'ni yeni biz hozir qiyos qilmoqchi bo'lgan hukm mansusan alayhi. Uni bir nas keltirilib bo'lgan bo'lmasi kerak. Shart qilish, qiyos qilish uchun 5-chi shart nima? Qiyos qilish uchun 5-chi shart uniki Qur'on yoki hadisdan buningga bir alohida nas keltirilgan bo'lmasligi kerak. Agar nas keltirilib bo'lmasa, uni qiyos qilish joiz bo'lmaydi, ham ehtiyoj ham yo'q unga. Qiyos qilish joiz ham bo'lmaydi, ehtiyoj ham yo'q. Masalan, hozir masalan bizniki salafiy vahobilar deydigan bir gap bor. Qabr so'pilani tasavvuf ahlini quburiy deydi, masalan, qabr paras, qabrga sajda qiladi.
deb unga qabrga berish harom, qabrlarni ziyorat qilish harom degandek hukmlarni chiqardi. Uning keyinidan deb masalan nima deydi u? Bu qabrga berish nima uchun harom desa, Nuh alayhissalomning qavmi nima bo'lib hammasi qabrga bo'lib ketgan desa, shu qabrlar dastlabda odamlarning suratini chizib, unga shu qabrlarniki solihlarning qabrini masjidga aylantirib sajda qilib, ashaddan boshlangan. Shuning uchun qabrlarga sajda qilish harom deb munda keltirildi. Lekin bu holat, ya'ni masalan, shariatda nas kelib bo'lgan bir masala payg'ambar alayhisalom qabrlarga sajda qilishdan, qabrlarniki masjidlar qabrlarning ustiga masjid bino qilishdan to'sqan uncha hadislar kelib bo'lgan. Hadislar nas kelib bo'lgan gapga uningga bilak bir illatlarni, ya'ni Nuh alayhisalomni qo'monda qilgan deb ya'ni qiyos qilish nima la yajuz. Shariatda nas keldimi xolos sallamni. Uningga yana bir qiyos qilish la yajuz. Ehtiyoj ham yo'q, ham joiz bo'lmaydi. Bunda gap. Shunga nas keltirib bo'lgan bir masalaga uningga boshqa masalaga qiyos qilinmaydi. Ma'lum bir qoida. Qavlihi masalan i'taqur raqabatil kafirati fi kaffaratil yamini va zahar la yajuz. Yani i'taqur raqabatil kafira. Kafir kul azat qilish qasam zaharning kafartida kafir kul azat qilish la yajuz, joiz bo'lmaydi. Nima qilsa kama fi kafarati qatl xata. Yani xatolik bilan, ya'ni savallik bilan odam o'tirib sağanning kafartida nima qilish? Kafir kul azat qilish bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo xatoan odam o'tirib sağanning kafaratini dedi. Tahriru raqabatin mu'mina dedi. Tahriru raqabatin mu'mina dedi oyatda. Mu'min qul azat qilish kerak dedi. Endi Alloh taolo shuningda raqabatin mu'mina deb muqayyad keltirdi. Anda olgandan biz ashuni qiyos qilib turib, ma'nimida qasamning kafartida, zaharning kafartida nima raqabatin mu'mina deb kelgan. Mutlaq holda, qaydsiz holda kelgan. Tahriru raqabatin mu'mina deb nima masalan fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dedi Alloh taolo. Mishad raqaba deb mutlaq keltirdi. Anda olgandan endi oyatdagi mutlaqni bu yerdagi muqayyatga biz nima qilamiz? Hamla qilamiz, shuni qiyos qilamiz deydi. Shuni qiyos qilib, mayada raqabat mu'mina deb kelgan. Shu oyatimi raqaba mu'mina qul mu'min qul azat qilish kerak. Qasam ichganlar, qasamini xonis qilsa, zahar qilganlar zaharni kafarat uchun qul azat qilish to'g'ri kelsa chuqum mu'min qul azat qilish kerak deb qiyos qilishga bo'lmaydi. Nima uchun desa, chunki bu mutlaqning birinchi ikki xil yani kirimiz bor ekan. Qiyos babini kirganda qulna hada qiyasun fi furu'in mansusin alayha. Yani bu alayda bir nas keltirilib bo'lgan tarmoqqa qiyos qilish bo'ladi. Alayda yani nas keltirilib bo'lgan, yani qanday nas kelgan? Mutlaq nas kelgan. Yani qasamning va zaharning kafartida mutlaq qul azat qilish deb kelgan. Mutlaq qul azat qilish, yani musulmon bo'lamdi, kafir bo'lamdi, qanday qul olsa qullan bo'l degan azat qilsa bo'ladi deb kelgan. Nas kelgan ishqa men qiyos qilib, yo menda mu'min qul deb kelgan, shu mu'min qul azat qilsa bo'ladi deb qiyos qilib bo'lmaydi. Nas kelgan. Yana bir jihatni esa, ya'ni mutlaq yajri ala itlaqihi vel muqayyad yajri ala taqyidi. Mutlaq o'ziniki nima deslamadi, mutlaq qilinmadi. Muqayyad o'ziniki muqayyad qilinmadi. Endi biz mutlaqni muqayyadga hamla qilmoqchi bo'lsak shartli bor. Chuqum bir masalada bir illat, bir masala bo'lish kerak. Bir hodisa bo'lish kerak. Ammo bu yerda bir hodisa emas bu. Bu hodisa illati bir emas. Ya'ni odam o'tirish bilan u qasam ichish degan bilak ish. Bilak ishqa qasam ichish mutlaq kelgan bo'lsa, odam o'tganga muqayyad kelgan bo'lsa, uni hamla qilib bo'lmaydi, qoida. Xo'sh, endi mushu 5 shart nima qiyosning joiz bo'lishining sharti. Qiyos mushu 5 shart topilganda, mushu 5 xil ish to'salgan ish yuz bermagan vaqtida qiyos qilib bo'ladi. Endi qiyosni qanday qilamiz degan kelganlar. Ruknul qiyos, qiyosning rukni bo'lsa, huval illa, illatdir. Qiyosning rukni illatdir. Ay nima illat degan nima desa, ay al-vasfu allazi yunatu bihi al-hukmu ash-shar'i. Ya'ni illat degan
Şeriatning hukmi bağlanadigan bir sifat. Şeriatning hukmi bağlanadigan bir sifat. Yani bir illet degan nima? Bir sifat. Yujadul hukmu bi vujudi. Hukm bu sifatning bar bo'lishi bilan hukm, bu sifatning topilishi bilan hukm topiladi. Bu sifatning yo'q bo'lishi bilan hukm yo'q bo'ladi. Kavasfi sakari fil khamri. Yani haraqdagi mast qilish sifatiga o'xshash. Masalan, haraqda bir sifat bor. Haraqda bir sifat bor. Bu sifat bo'lsa mast qilish. Chunki biz haraqdagi illatni topish uchun shunda qaraydigan gap illatlarni aqtirib. Andın. Haraq suyuq ekan. Haraq suyuq narsa ekan. Boshqa narsalardimi suyuq narsani varamizda suv halol, suvmi suyuq. Demak bu illat bo'lanmaydi ekan. Haraqning rangi oq ekan. Anda bo'lsa boshqa rangi sutning rangi oq ekan, yo'q sut oladi. Bu demak bu illat bo'lanmaydi ekan deb hamma narsalarni kiygizib birdan-birini chiqarib tashlaydigan gap chiqar. Eng oxirida haraq mast qiladi ekan, boshqa ichimliklar mast qilmaydi ekan. Bu mast qilish demak ekan haraqniki illat ekan. Ham hadisda payg'ambar alayhisalom kullu muskirin haram degan shu muskir degan sifat ashadiki. Sifat. Haraqniki sifati. Yani her qandaq mast qiladigan ichimlik haram degan bo'ldi. Endi mushu sifat hukm bilan davomli birga bo'ladi. İza askara haram ve iza lam yuskir laysa haram. Bundaq bo'ladi. Endi bu illat qandaq bilinadi desa, bu illat kitob orqali bilindi. Kitob illat uchuq bo'ladi ba'zida. Ba'zida sunnat orqali bilinadi. Ba'zida ijmo orqali, ba'zida ijtihod orqali. Şunun qarta bunun darajasi qat'iy zannilik darajasi şu qarta yuqori tuvan bo'ladi. Kitob bilan bilingan illatlar. Misalul illatil ma'lumati bil kitob. Kitob bilan bilingan illat bo'lsa ma'lum bo'lgan kasratut tawaf. Ya'ni tawofning ko'pligi. Tawofning ko'pligi degan gap, ya'ni kirib chiqishning ko'pligi. Ko'p kirib chiqishdan iborat. Ko'p kirib chiqishdan iborat illat. Fa innaha bu ko'p kirib chiqish bu ju'ilna illatan li suqutil haraji fil istizan. Yani uyga izni so'rab kirishdagi qiyinchilikning saqit bo'lishi uchun qilingan bir illat bu. Fi qawlihi ta'ala, Alloh taolaning qawlida tawafuna alaykum ba'dukum ala ba'din degan oyat. Sura Nurning 58-oyati. Yani bu oyatning boshida yana Alloh taolo mu'minlarga xitob qilib, ey mu'minlar, sizlarning qo'l ostinglarda ishlaydigan qullar va sizlarniki balog'atga yetmagan kichik nolisida bolalaringlar shu vaqtdan boshqa vaqtlarda, ya'ni biri bomdoddan namozdan burun, ya'ni biri tushlik dam olish uyqusida yotgan vaqtinglarda va yana bir xuftan namozidan keyin. Shu vaqtga olsa ulama izni so'rab kirsin. Ammo shu vaqtdan boshqa vaqtlarda xuftandan keyin tushlik uyquda yotgan vaqt va bomdod namozidan burungi vaqtlardan boshqa vaqtlarda kirmoqchi bo'lsa, sizlar izni so'ramasimi bo'ladi. Ular izni so'ramasimi bo'ladi deb mumkin tawafuna alaykum ba'dukum ala ba'din. Yani nima ish qilsa? Chunki ular sizlarga ko'p kirib chiqadi. Ular sizlarga ko'p kirib chiqadi. Sizlar yani ba'zinglar ba'ziga, ba'zinglar ba'zisiga. Chunki qul sizlarning ba'zinglar. Bola sizlarning ba'zinglar. Yani ba'zinglar ba'zisiga ko'p kirib chiqadi. Shuning uchun agar har qatim kelib chiqqanda illat izni so'rash kerak desa, bu qiyinchilik bo'lib qoladi. Mushu qiyinchilikni oldini olish uchun nima qilindi? Izni berildi. Endi mushu nima ruxsat qilindi? Mushu ruxsatning illati nima desa, kasratut tawaf. Kasratut tawaf. Chunki u ko'p kelib chiqadi. Bu Qur'ondan elingan illat tamamdır. Ve teysir ikinci Kur'an-ı Kerim'den bilingen ma'lum bo'lgan illat olsa teysir. Yani asallaştırış illeti. Fe innehu çünkü bu asallaştırış cu'ile illeten li iftaril melidi vel musafir. Kisel olan musafirinin iftar kılışı, ruzu tutmaslıkının illeti kılındı. Fi kavlihi ta'ala, Allah Teala'nın kavlida. Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usra. Çünkü Allah Teala ne dedi de şahru Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an diye ayetin devamında فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ dedi. Kim sizlerden kisel bolsa, ayak sefer üstü bolsa, iftar kılsa degan gap tegadi bu. Keyingi kunlardan, yani qancha kun iftar qilib ro'za tutmagan bo'lsa, sanab ro'za tutsa bo'ladi deb oyatning oxirida nima dedi? Yuridullohu bikumul yusra. Yani bu ruxsatni, yani safardagi odamlar, kasal odamlar
keyin tusumu bo'ladiganligini din iborat bu ruxsat musofirlar muqim bo'lganda kasallar qilgan tusun bo'ladigan ruxsat nima uchun desa Alloh taolo sizlarga osonlikni iroda qilganlik uchun sizlarga qiyinlikni iroda qilmaganlik uchun demak at-taysir ekan ha bu yerdagi illat taysir osonlashtirish ekan shuning uchun bu yerda qiyinlik shart emas ekan ya'ni masalan bir odam safarda buniki jafo tortib andın qolgan bo'lsa ruxsat bo'lmasa ruxsat demaymiz. Ya'ni osonlashtirish. Buni osonlashtirish shart etilibdi bu yerda. Safarda bo'lgan odam jafo tortsin, tortmasin, o'xshash ruxsat bo'lib berilaverdi ekan degan bo'ldi. Ya'ni shu illatini Qur'oni Karimning illatini bilalaymiz. Bu illat mush ekan. Nima uchun ro'zada bilan kasal odamga Ramazonda ro'za tutmasangiz keyin ro'za bo'ldi deydi desa osonlashtirish uchun degan illat Qur'oni Karimda chiqadi. O'zi uchuq. Endi misalul illatil ma'lumati bis sunnet. Endi sunnet bilan ma'lum bo'lgan illatning misoli istirxaul mafasil. Ya'ni bo'g'imlarning bo'shab ketishi masalan. Bu sunnet bilan bilingan. Fa innahu chunki shu bo'g'imlarning bo'shab ketishi ju'ila illatan li naqdil wudu. Tahoratniki sinib ketishining uyquda tahoratning sinib ketishining illati qilindi. Fi qavlihi sallallohu alayhi vasallamning qavlida. Fa innahu idza nama multaji'an istarhat mafasilu. Peygamber dedi ki çünkü inson yotgan holatda yetib uxlab qolgan chog'da istarhat mafasili uning bo'g'imlari bo'shab ketadi. Hatta uniki beni uning bo'g'anjisi nima qilib bo'shab ketadi. Shuni usab qoldigan ashva, sipsaladigan ashva hamma ishlar bo'lib ketadi degan gap chiqadi. Uning bo'g'imlari bo'shab ketadi dedi. Mush istirxaul mufasil tahoratniki sinishlikni nimasi illati. Uxlab qolgan odamning tahoratning illati istirxaul mafasil. Uniki cho'qim bilan chiqib ketish shart emas. Uxlagandan keyin uning bo'g'imlari, a'zolari bo'shab ketdimi? Bo'shab ketgandan keyin tahorat sinib ketdi deyveramiz. Illat shu. Unga alohida bir tahorat sundirish shart emas. Bo'shab ketish istirxaul mafasil illat. Bu illatimiz nereden bildik? Hadisning o'zidan biri Peygamber o'zi deb berdi. Misalul illatil ma'lumati bil icma. İcma bilan ma'lum bo'lgan bilingan illatning misoli as-sigar, kichiklik. Fa innahu ju'ila illatan li vilayatil abi fi haqqi as-sagir icma'an. Çünkü bu kichiklik dadining veli bo'lishi uchun illat qilindi. Fi haqqi as-sagir kichik bola haqida. İcma'an. İcma yo'li bilan. Ya'ni İmam Şafii ve İmam Hanefi'nin oturuşlar bo'lgan icma yo'li bilan kichik bo'lsa bu kichiklik uningki dadiniki veli bo'lishiniki illati. Dadi nima uchun balig'i veli bo'ladi? Balasi kichik bo'lganligi uchun. Nima ish qilsa kichik bola ojiz bo'lgan o'zining ojizidan chiqolmaydi, shuning uchun dadasi uning veli bo'ladi. Endi vel bulug'u ma'al aqli illatun li zawali vilayatil ab. Endi bolaniki aqli bilan balog'atga yetishi dadının velilik hukukunun zahir bo'lishinin illatidir. Yaqil g'ulami icma'an degan gap o'g'il bolaniki haqida icma yo'li bilan. Demak, o'g'il bola deb keltirib qo'yishga sabab qiz bolaning haqida icma yo'q. Hanafilarning hukmi boshqa. Hanafilar qiz bolaning haqida hukmni icma bilan emas, qiyos bilan qiladi. Qiyos bilan illatini chiqaradi. Qiyos bilan, ya'ni icma qiyos qilib turib. İmam Şafii qiz bolaligini bakarani illat qiladi. Bakara. Qiz bo'lsa boshqa, qiz bo'lmasa boshqa deb illat qiladi. Xo'sh, endi misalul illatil ma'lumati bil ijtihad. Ijtihad bilan ma'lum bo'lgan illatning misoli. Al qadru ma'al jinsi fil amwalir ribawiyya. Endi jazoni g'oyat mollarda jinsdoshlik bilan vazndoshlik. Ma ijtihad bilan qilingan ma'lum bo'lgan illat. فإنه جعل علة لحرمة الربا في حديث الأشياء الستة. Altı narsının hadisida şu kadir ma'al cins yani cinsdoshlik bilan vazndoshlik jazonning haromligining illati qilindi. Endi bu masalani bu hadisni o'ylab oldi bilan hadisda nima deb kelgan? Hadis kelganki bu hadis xosiyat etsanglar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam az-zahabu biz-zahabi vel-fiddatu bil-fiddati vel-birru bil-birri vel-burru bil-burri. Altın altınga, kumush kumushga, buğday buğdayga, arpa arpaga, xurma xurmaga, tuz tuzga, mislan bimislin o'qishiga, savoan bi savo, barabariga, yadan bi yadin, qo'lma qo'l, naqmu naq
Setildi, yuba, setildi. Fe iza ihtalafat hadhihi al-asnaf, qachonki mushu sinflar muxtalif bo'lsa, fabi'u kayfa shi'tum idza kana yadan bi yadin. Yani qanday xohlasangiz shunda sotinglar. Yani qachonki naq bo'lsa, qo'lma-qo'l naq bo'lsa, mushu narsalar muxtalif bo'lsa, qanday xohlasangiz shunda sotinglar. Dedi. Hem demek mushu şey istedimini biz fuqahalar shu xil illat chiqaradi. Qiyos bilan, ha? Ijmo bilan chiqmaydi bu qiyos. Qiyos bilan. İmam Malik nima deb illat chiqaradi? Jazonining illati al-iddixor. Ya'ni mishadagi oltin narsaga hammaga qarab chiqadigan bo'lsa, qani saqlab bo'ldi, saqlig'ili. 1 yilgacha saqlig'ili bo'ladigan narsaga. Ondan bug'doy, opat, xurmo, tuz degan narsalar. Saqlig'ili bo'ladigan narsa bo'lsa bu degan iddixor va pul. Zahab bilan pul kan samaniya, saman kan qolganisi nima ekan? Qut, ya'ni saqlig'i 1 yilgacha saqlig'i bo'ladigan yemeklik kan. Deb shunda dedi İmam Malik. Shuning bilan İmam Malikning mazhabi bo'yicha nima jazonining bobiga nima 1 yilgacha saqlab bo'lgan yemekliklar kiradigan bo'ldi. Masalan, mishalik tilgan 1 yilgacha saqlab bo'lgan qanday yemeklik bo'lsa, uzuqliqlar kiradigan bo'ldi. Ammo masalan sho'xlar, tomatim masalan, pomidor, masalan munga, manjo degandek narsalar. Bunda narsa kirmaydi, chunki bu 1 yilgacha saqlab bo'lmaydigan narsalar. Bunda narsalar onun için kirmaydi. Ama üzüm, quruq üzüm masalan, quruq üzümdek gula degandek narsalar kiradi. 1 yilgacha saqlab bo'lgan narsalar. Endi chunki bu illatni nimadan chiqadi? 1 yilgacha saqlab bo'lgan narsa deb chiqadi. Endi İmam Şafii bu yerdagi illatni qanday chiqadi? Bu yerni qarab turib biqib, to'xta, bu yerdagi illat birinchi saman pul bo'lsa bo'ldi ekan, ikkinchisi yemeklik bo'lsa bo'ldi ekan. Ya'ni 1 yilgacha saqlash emas, yem qarsam yemeklik bilan bo'lsa bo'ladi ekan. Yigilib bo'lgan narsalar İmam Şafii nimaga mat'um ta'm yigildigan yemeklik bo'lsa bo'ldi ekan. Mevchi bilan nima bo'lsa, unda bo'lgandan keyin bir qapan mongiga 2 qapan mongini tegishkili bo'lmaydi ekan degan hukm chiqadi. Endi İmam Azam Abu Hanifa rahimahulloh shunda qarab, ha, bu yerdagi narsalarda hamda o'rtaq bir masala ekan, hammasida o'rtaq. Bu narsa bo'lsa vazndoshlik va jinsdoshlik. Ya'ni narsalar ya keyllab sotiladi, ya ya'ni keylga litr, ya keyllab litrlab sotiladi, ya kilolab sotiladi. Kilolab sotiladigan narsalar qachon jinsdosh bo'lsa, bir jinsdan bo'lsa, kiloluk bo'lsa, buni nisbiy misol qilinmaydi, ig'iz misol qilinmaydi. Agarda bir narsa kilolab sotiladigan narsa bo'lsa, lekin jinsi boshqa narsa bo'lsa, buni ig'iz sotqili bo'ladi, lekin nisbiy sotqilinmaydi. Agar nimalar litrlab sotiladigan narsa bo'lsa, litrlab. Bu narsani bir-biriga litrlab sotiladigan narsani bir-biriga qimmat arzon sotqili bo'ladi, jinsdosh bo'lmasa, ammo nisbiy sotqilinmaydi. Hadisning hukmi bo'yicha. Demak, İmam Malikning mazhabida jazonining hukmiga faqat 1 yilga saqlanadigan yemekliklar kirdi, qolgan narsalar chiqib ketadi. Masalan, meva-chevalar chiqib ketadi. İmam Şafii'ning mazhabiga meva-chevalar ham kirdi, pullar ham kirdi. Ammo Hanafi mazhabiga teg'mida arzga olib ketdi jazonining. Hanafi mazhabida tumur ham kirdi, tumur. 1 kilo tumurni 2 kilo tumurga sotqilinmaydi. 1 kilo tumurni 2 kilo tumurga almashtirib sotqilinmaydi. Uning keyinidan 1 kilo misni 2 kilo tumurga sotqili bo'ladi, lekin nisbiy sotqilinmaydi. 1 kilo agar o'xshash vaznda bo'lgandan keyin tartilib sotilgan narsa bo'lgandan keyin 1 kilo misqa 2 kilo tumurni nisbiy sotqilinmaydi. Naqd setish kerak. Demak, chuqum nisbiy bo'lish uchun savdo qanday bo'lish kerak menda? Biri pul, yana biri yemeklikdek boshqa narsa bo'lish kerak. Pulga olgan vaqtida bir narsani, nisbiy qilsa bo'ladi. Ammo bir narsalarni tegishga vaqtida agar o'xshash kamchilab sotiladigan, qapanlab sotiladigan narsa, masalan bir odam bir karton mongoga, bir karton sho'xlini tegasi bo'ladi, 2 karton sho'xlini tegasi bo'ladi, pomidor, tomatimni. Lekin nisbiy tegasi bo'lmaydi degan gap chiqadi. Nisbiy tegasi bo'lmaydi. Ya'ni mushahadni chiqqan bu illat hammasi ijtihod orqali, ya'ni qiyos orqali chiqqan illatlar. Bu illatlar hammasi qiyos orqali chiqilgan illatlar. Xo'sh, va la budda lil illati min amrayn. Illatga ikki ish bo'lishi lozim.
illatga chuqum ish bo'lishi lozim. Biri salahiyya. Bu illatning salohiyati bo'lishi kerak. Illatning salohiyati nima? Ay mulaamatuha. Bu illatniki ilgirki illatlar Qur'on, hadis, ijmodan chiqqan illatlarga munosib keladigan bo'lishi kerak. Munosib. Uzib qarama-qarshi keladigan, qarama-qarshi turadigan bo'lmasi kerak. Munosib bir illatlar bo'lishi kerak. Shunga munosib keladigan. Yani tekunul illatu ala vafqil ilal al-manqula an Nabi sallallahu alayhi ve sellem ve an salaf. Yani bu illat Peygamber Aleyhisselam'dan ve seleflerden nakil kılınıp gelen illetlerine muvafık buluş gerek. Ki kavlina mesela fis-seyyibi sagira. Mesela bizimki kavlimizde okşaş mesela fis-seyyibi sagira. Küçük çekilek. Küçük durup erkekken kız olsa inna tuzavvaju kurhan. Unken yeni bir inna açık etken olsa onu velisi mecburlap erge belaleydi. Mecburlap. Çünkü velilik hukuku bağ. Küçük olanı, o küçük boğalık için velilik hukuku bağ. Demiş kadar sen liyennaha sagira. Çünkü o küçük. فهذا تعليل بوصف ملائم bu mulaim münasip olan bir sıfatdan illet getiriyor. Yani bunun denge. Biz bu beşi de icma ile bilen küçüklikning veli buluş illet ekanligini bayon qilgan edik. Endi meyada bir qiz bola var. Kichik qiz bola. Lekin sikilak. Shu masalada İmam Şafii nima deydi? Sikilak qiz bolaniki veliniki nima huquqi yo'q, unga ega bo'lish, majburlash huquqi yo'q. Sikilak qiz bolani majburlash huquqi yo'q deydi. Çünkü o sigara oldu. İmam Şafii'ninki mezhebide illet bekara, kız buluş gerek. O kız bala veliniki mecburlaş buluşun kız buluş gerek. Eğer bikir onun kızlık bulmasa bu veliniki onuğa mecburlaş bulmaydı dedi. Ama lekin bizim deyimiz ya bir yerdeki kızlık emas bir yerdeki. Bir yerdeki küçüklik. Bu küçüklik degen aşırı demeki münasip oldu. İlki icma bilen kelgen illetke yani sıgar degen illetke küçüklik degen münasip. Okşaydı muvafık ediyordu. Lekin kızlık degen muvafık etmeydi. Şun bizde çoğum bu illet balık illetke yüzden yukarı bu tabiatdaki illetke muvafık buluş gerek. İkinci adalet. Adalet yani ay tesir. Ama adalet yani adilen yütkülüş diyen gibi. İlletinin tesiri anındaki illetin tesiri manının yütkülüşü. Manının hem kürülüşü diyen gibi. Yani adalet yani adillik yani mesela yütkülüşten çıkan yani. Adalet yani adilden çıkan. Ay tesir yani. Tesir gösteriş. Yani en yazharu etherul illeti fi aynil hükmü ev fi cinsi. Yani bir hükümün üzüdeki yaki hükümün cinsideki illet yine başka şu biz hazır kılmakçı bu işte aşkar buluş gerek. Şundan kül işi illet. Ket tavafi mesela zahara etheru fi su'lil hirra. Mesela tavaf yukarıdaki biz tavaf dedik yani kesret tavaf. Küçük balı bilen kulağı izni belirgen şu vaktin başka vakitda izin sormak için bulduğun ruhsat kesret tavaf dedik ya. Muşu illetinin özü kesret tavaf diye illet zahar asır muşu illetinin asırı fi su'lil hirra. Müşkün içip atıp kalan suyunu aşkar buldu mesela. Müşkün içip atıp kalan suyunu Peygamber Aleyhisselam nima qildi? İçti. Müşkün yiyen tamıqını yedi. Onun kendin innehu tavafuna aleykum ve tavafat minet tavaf. Minet tavafin aleykum minet tavafat. Şunda bir yedisi var yani. Çünkü bu müşkülami yani tavafçilerge toxtama kirip çıkıp turduğun narsalarni qatardan dedi Peygamber Aleyhisselam. İlletini aşağı ekep koydu. Demek müşküm aşkar buldu. Bu illet endi aşkar buluş gerek değil. Ve kes-sigari zahara etheru fi velayetil mal. Küçüklik okşa, küçüklik illeti okşa. Bu küçüklik illeti bu küçüklik illetinin eseri malının veliliği bu aşkar oldu mesela. Yani küçüklikte nimeki veli nimeki veli bulattı. Küçük balının üzügi veli bulattı. Hem de küçük balının üzügi veli boğan yerde tabii ki küçük balının meliğimi tabii ki buludu veli buludu. Ve de velayetil mal degende nime deydi ve de velayetil mal degende ve huve cinsul hüküm cinsudur. Diğerden nev'a muhtelifun bi itibaril mal ve nefs. Çünkü nev degen muhteliftir. Mal nefs itibarıyla deydi. فلا يصح عندكن فلا يصح العمل بالعلة قبل الملائمة. عندكن illetki amal qilish mulaama degan gap nimadan burun ilgirki illetki munosib kelishdan burun durust bo'lmaydi. Li'annahu amalun shar'iy. Çünkü bu bir shar'iy amaldir bu. Normal ish emas, bu shar'iy amal. Chuqum ilgirki illetki munosib bo'lish kerak. Va idza sabata al-mulaama, qachonki shu munosiblik sabit bo'lsa, lam yajibil amalu bihi illa ba'da al-adala. Yeni yetmaydi. Uni amal qilish vojib bo'lmaydi. Bu illetki amal qilish vojib bo'lmaydi. İlla ba'da adalat degan gap, ya'ni shu illatning ta'siri kurilganligidan vojib bo'ladi. Li'annahu yahtamilu radda ma'a qiyamil mulaama. Chunki ba'zida shu ilgirki illatga munosib kelib turib, yana rad qilinish ehtimoli bor. Ya'ni rad qilinish ehtimoli bor. Demak, ta'siri kurilmaydi. Ta'siri
Mana nima demäs, kinki illet körelmey qalsa. Şuning uchun çuqum äsli körülüşi kerek diýdi. Emdi hazır müşünjek düşenseň bolady. Mao seviyede. Bununkinki seviyelerde illa kıyaslarını texmi usul şahidi biraz kenar bayan kılımız. Bununki Nurul Envar texmi kenar bayan kılındı. Tevzihlerde texmi kenar bayan kılındı inşallah. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.